bosing. Keyingi masala misol 987.654.321 gramda tonnasini tonnaga, sentnerini sentnerga, kilogrammini kilogramga, gramni gramga qilish kerak. Buning uchun mana bu yerdagi og'irlik o'lchov birliklarining har bittasini berilgan og'irlik o'lchov birligi, ya'ni mana shu gramga o'tkazib olish kerak. Har bittasini tonnani ham, mana sentnerni ham, kilogramni ham, gramni ham. O'zi gramda. Bunda muammo yo'q. Kilogramni gramga o'tkazish uchun o'zi o'lchov birligi, og'irlik o'lchov birligi bo'yicha 3 tagina qoida bor. Kilogrammimiz 1000 gramligini ko'rsatib ketgan edi. Bu ham bo'ldi. 1 kilogrammimiz 1000 gram. Endi sentner masalasiga o'tadigan bo'lsak, sentner masalasi mana 1 sentnerimiz 100 kilogramm. Lekin biz buni nima o'tkazishimiz kerak? Gramga o'tkazishimiz kerak. Gramga o'tkazish uchun yuqorida 1 kilogramm 1000 gramligidan foydalanamiz. 100 kilogramm 100 orqasiga bitta, ikkita, 3 ta nol yozamiz. 3 ta nol gramga o'tdi. Xulosa qilayotganda 1 sentnerimiz 100 ming grammni tashkil qilar ekan. Bu masala ham sentnerdan gramga o'tkazdik. Bu masala ham bo'ldi. Va oxirgi masalamiz 1 tonnamizni bostirilish qilib 1 tonnamizni gramga o'tkazishimiz kerak. Gramga o'tkazish uchun 1 tonna 1000 kilogramligini yoqlashimiz kerak va 1 kilogrammimizni gramga o'tkazadigan bo'lsa 1000 bo'lar ekan. Bitta 1000 kilogramni gramga o'tkazadigan bo'lsa, ya'ni 3 ta nol qo'shiladi, 1 million gramga o'tadi. Mana. Bo'ldi. Gramli ifodalar bu ham bo'ldi. Bo'yicha yaqinroq olib keling. Misolimiz bo'yicha mana shuncha gram bor, tonnasini tonnaga, sentnerini sentnerga, kilogramni kilogramga va grammni gramga qilishimiz kerak. Birinchi bo'lib 1 tonnamiz 1 million gramligiga e'tibor beramiz. 1 millionda 6 ta nol bor. Shuning uchun bittan 6 ta orqasiga yuramiz. 1 2 3 4 5 6. Mana 6 ta orqaga yurdikda metrga keldi. 8 dan bo'ldik. Mana shu tonna bor. 987 tonna bor. E'tibor qo'ying. 987 tonna. Endi keyingi o'lchov birligi sentner. Sentnerda nechta nol bor? 5 ta. Orqadan sanaymiz. 1 2 3 4 5 metrga tushdi. Demak bu sentner bo'ladi. Demak 6 sentner. Tushunyapsizmi? Tasga qarayapsizmi? Bu masala ham bor. Endi kilogramga o'tkazish kerak. Kilogramga o'tkazish uchun buni mana ko'pchilikka ma'lum mashhur bo'lgan 1 kilogramm ichida 1000 gram bor. Shuning uchun orqaga 1000 da 3 nol bo'lgani uchun 3 ta nol suradigan bo'lsa, metr kelib qoladi. Bu ikkita devorning o'rtasida 54 turibdi, bu kilogramm. 54 kilogramm. Bo'ldi, oxirisi endi gramda turadi. 321 gram. Mana biz sizlar bilan hozir 987.654.321 gramda tonnasini tonnaga, sentnerini sentnerga, kilogrammini kilogramga, grammni gramga qilib o'tkazib oldik. Mana bu ifoda hosil bo'ldi.